Bismillahirrohmanirrohim. Asr surasi 3 oyatdan iborat. Wal asr. Wal deganimizda mana o'rtada alif o'qilmaydi. Lamni sukunini to'liq beramiz. Wal asr. Asri bo'lib qolmasin. Wal asri bo'lib to'xtayganda kasra berib yoki ro'yimiz qalqali bo'lib qolmasin. Innal insana lafi khusr. Innada g'unna kelyapti, ushlab turamiz. 3, 4, 5 deguncha ushlab tursak bo'laveradi. Innal deganda mana birinchi lam ketdi, keyingisi alif. Alifsi tagida hamza kelyapti, ya'ni hamzani tagidagi harakatni ishlatamiz. Insonda ixfo kelyapti, ya'ni nunni sirri chiqadigan joyga yashiramiz. Insana sindan keyin alif mat kelyapti, mana kichkina 1-2 deguncha cho'zamiz. Lafi khusr. Lafi ham mana f'dayda yomat kelyapti, uni ham ozgina cho'zamiz. Illallazina amanu. Illallazina ham o'zdan keyingi lamga tashdid bilan urishtirib olyapmiz. O'rtada ikkita alif o'qilmay qolyapti. Illallazina amanu ozgina cho'zamiz, chunki hamzaning ustida a, undan keyin alif kelyapti. Shu alifni ozgina cho'zamiz. Wa amilus solihati. Wa amilus solih. Wa amilus solihati. Mashanda juda ko'pchilik adashadi, e'tibor beringlar. Wa amilus bo'lib qolmasin. Wa amilus solihati sodga urishtiramiz. Sodni yo'g'onligini beramiz. Undan keyin alif mat kelyapti. Solihati hadan keyin ham alif mat kelyapti. Wa tawasaw bil haqq. Watawa mavni juda ko'pchilik watawassaw bil deb o'qiydi. Yo sodga urishtirilmaydi. Watawa deganda vavdan keyin alif mat bor. Shuni berish kerak. Watawasaw bil haqqi. Saw deganda vavni sukunini ham to'liq beramiz. Bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawa degan alif matni beramiz. Saw bis sabr. Sabr ozgina qalqalasini berib keyin ro'da aytamiz. Sadaqallohul azim. Alloh manfaatli qilsin.